Xorvat bilan ko'rishishim kerak edi. Yangi firma, yangi переговор. Mana shu yerda ekan. Tashqarida o'tirgan ekan, biz ko'rishamiz. Teže, dok dogovoriš, može doći u ponedjeljak, a može doći i utorak, zavisi kako oni imaju posla. Onda čekaš na red. Onda ti to sve pomiče posao. Makar ja imam puno oplate, ali niš mi ne vredi puno oplate slagati, onda samo gužva nagađa. Bolje dok to ide malo po malo, ali svaki dan, svaki drugi dan, da je to. Makar, znaš, etaža 270, oplata je 270, nema nikakvo gore štukanje, samo se slaže i zatvara, a da bi to trebalo brzo ići. Za sada jedan mjesec sve radi, a? Ili za sada od tamo gradiš, jedan mjesec radi sve radnik, ili u Koprivnica jedan, druga mjesta, ili sve Ne, jedan ne, mjesec samo ti na gradiš, a? Jedan mjesec. Hammaga assalomu alaykum, yana bir marta shu videolarni qo'yib hozir o'tib ketaman. Qaranglar, xudo xolasa yangilik, yangi vakansiya chiqdi. Bosh shahar kelgandim o'zi shu ishlar bo'yicha ko'rishib, Xorvat o'zi bilan mana gaplashib oldim. Endi to'g'ri tushunasizda, o'zimni yuzini ko'rsata olmayman. Bu yoqdagilar yoqtirmaydi unday videoga, rasmga tushishni, unday anaqani. Konkretno bordi bor, yo'qdi yo'q, shunday gaplashib nima qilinadi. Переговор qilib, hammasini gaplashib, dogovor qildim. Inshaalloh hozirda 4 ta konkretni tesarni oplata, apalavkani master kerak. 4 ta. Ichida kamida 2 kishi yoki 1 kishi chertojni o'qib oladigan bo'lsa, zo'r bo'ladi. Faqat master kerak. Qilgan ishingizlardan menga обязательно rasm, videolar tashlaysizlar akalar. O'shandan ko'rib chiqib, qaysi konkret bo'ladi, o'shanga qarab hujjatlarni boshlaymiz. Tak, kerak bo'ladigan hujjatlar ertaga aniqini aytadi, nima kerak. Hozir bilganlarimni aytaman. Erta u yana politsiyadan so'raydi. Yangi zakonlar chiqyapti, yangi o'zgarishlar kiritilyapti. Hozir hujjatlar bo'yicha bilasizlar, kech chiqyapti. Turist sezon oxiri, turist sezon tugaganda tezlashadi hujjatlar. Tezlashadi deganda ham приглашениyaning o'zini kutishga ancha vaqt ketib qolyapti. Где-то 3 oy deyapti. 3 oy, 4 oy, maksimum 5 oygacha deyapti. Shunaqa kutish joyi bor. Shunga lekin sabr qilib kuta oladigan odam kerak. Lekin konkretni primoy firmani o'zi hammasini gaplashib topshirilyapti. Tak, kerak bo'ladigan hujjatlar. Radna o'sha приглашение uchun birinchi приглашение. Sudlanmagan bo'lishingiz kerak. Sudlanmaganlik qog'oz, uni apostil qilamiz. Diplom, pasport, xullas shu hujjatlar. Keyin med ko'rik u yoq bu yoqda ham so'rab qolishi mumkin, ya'ni balki bilmadim, so'ramas. Shu hujjatlar kerak bo'ladi. Tak, chiqish muddatini aytdim. Hozir miyamda 1000 ta narsa, lekin shuni hozir joyiga hozir chiqqandan bitta video qilib qo'yay dedim. Shu menga odamlar ko'pchilik chiqyapti. Shunaqa ustalar tezroq chiqsa, tezroq hujjatlarni boshlab shu bir haftaning ichiga topshirib yuboramiz. Akalar, men o'zim shu yerda Xorvatiyadan. Primoy firmani o'zi. Firma Koprivnica degan shaharda. Tak, o'sha shaharda qurilish bo'yicha ish. Soatiga kamida boshlanishi 7 euro. Pitaniya puli beradi, yotog'i beradi, dokument qilib beradi, xullas hamma narsa beradi. Shu boshlanishini aytayapman akalar, 7 euro. Oyiga 200 soat kamida ishlaysiz. Hisoblang qancha chiqadi. Shunday. Yoki tak, yana nima? Ish yaxshi, hammasi yaxshi. Rossiyadan ancha yaxshi joyda, xullas o'zingizlar bilasizlar. Nima bor, chop-chimo qo'yib boraveraman. Men o'zim qilgan ishim, qurilishda ishlagan ishlarim bor. Mana oxirgi ishlarim qurilishda ishlayapmiz hozir, armatura apalavkaga. Xuddi o'shanga o'xshagan ishda, faqat apalavchik master kerak. Apalavkani вообще master bo'lish kerak lekin. Bor-ku ichimizda masterlar. Rossiyadan ko'rib turgan, boshqa joydan ko'rib turganlar. Faqatgina master bo'lishingiz kerak. Shunaqa masterlar bo'lsa 4 kishi kerak akalar. Bitta brigada bo'lsanglar ham zo'r bo'ladi. Hammasini tushuntirib o'tdim. Oxirigacha ko'rganlar, videoni oxirigacha ko'rsangiz tushuncha olasiz. Tak, yana nima? Nimadir aniq qolgan bo'lsa, keyin o'zimga yozishinglar mumkin. Shunaqa ustalar menga sirazi qilgan ishinglardan rasm, videolar tashlaylar akalar. Yosh chegarasini aytmayapman. 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan. Shunaqa master kerak akalar. Armatura ustasi emas, bilsangiz yaxshi. Apalavka ustasini master kerak. Apalavka uylar quradi. Eng balandini 4 etajgacha deyapti. Quramiz, betondan quradi-da. Shu beton ishi bo'yicha apalavkani xullas master bo'lishingiz kerak ekan. Shu masterlar aloqaga chiqinglar menga. Menga yozinglar. 4 kishiga vakansiya oldim. O'zim shahdaman. Xudo primoy hujjatlar topshiramiz, kutamiz, Allohga tavakkal qilganmiz. Shunaqa gaplar.
tezroq aloqaga chiqsanglar, menga Telegramga yozinglar, srazi menga qilgan ishinglardan, o'sha apalavka ishinglardan rasmlar, videolar tashlaylar. Men srazi o'ziga ham tashlayman, men ko'rsatdim, yana o'sha ikkita odam tayyor. Yana odamlar bo'lsa, birdan srazi to'g'rilab hujjatlarni tashlaymiz. Qo'limdan kelgancha yordam beraman akalar. Shu gaplar. O'sha hujjatlaringizga, anaqalaringizga rasxodlaringizni qilasiz. Bu xizmatlarni gaplashamiz, kelishamiz, u viza chiqqandan keyin boshqadan keyin bo'laveradi. Bizga faqat rezultat kerak, birinchi o'chirib. Shunaqa gaplar. Videoga like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, videoni keng tanishlarga tarqatib qo'yinglar, shunaqa masterlarga.